Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Mana biz kecha olgan zakazlarimizni bugun o'z egalariga yetkazib beramiz. Kecha mana sotganimiz high-tech yangi chiqqan naturali zo Turkiyaniki bo'ladi. 2,5 metrli oltita ko'rpachaga zakaz olib qolganmiz. Mana o'ziga tushadigan astarlari, arqonlari sifatli tikilgan, baquvvat qilib. Mana buni yana 6 ta yostig'i ham bor. Hali gul yangi bo'lgani uchun buni yostig'i chiqmagan. Materialni o'zidan chiroyli qilib tikib berganmiz, sifatli bahramalar qo'yib, qalamdan qo'yib. Yana bitta o'zini sevgan bir doimiy mijozimizga ko'rpacha tiktirib berganmiz. Bu Tritsky'ning eng original, premium kачестводagi materiallardan bo'ladi. Sifatlarini ko'ring, hamda zarlari ham отдельно boshqacha yaltirab beradi. Materialga 100% garantiya bo'ladi. Buni g'ilof qilar ekanlar. Zamokli qilib tiktirib berganmiz. Mana qarang, zamok qilingan joylari sifatliligi shundan bilsangiz bo'ladi. Avello qilinadi birdan. Satinlari bo'lsa baxmal gold bo'ladi, 100% hibi. Keyin o'zi original narsa ishlatadilar har doim shunaqa toza narsalar olib ketadilar. Bu gal ham o'zimiz qilib berdik. Xudo xohlasa ikkigalarga o'zimiz qilib beramiz mana. Kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Manzil Abu Sahi, Uyg'ur bozor F46, F47-do'konlar.